Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalim obunachilari, hurmatli Telegram guruhim, Agro Buxoro Telegram YouTube kanalim obunachilari. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Omon-emonmi? 6-7 yanvarda ekkan ko'chatlarimizni bugungi holati g'arq gullash arafasida. Oldi, mana shu 3-chisigacha gullagan. Oldi, yaxshi ketish. Bular sal sovuqroq joylarimiz. Bugun guldora qilyapmiz. Shu guldora bo'yicha juda ko'pchilik savol beradi. O'zimni lichkamga chiqayotganda dehqonga birontasi ko'bisi bilmaydi. Shu bo'yicha men bitta video olishga qaror qildim. Mana bu yerga biz guldoriga shu yildan boshlab rang qo'shib sepishni tashkil qildik. Mana o'tgan safar eski yana qilinganlari mana ko'ta sirazi semirgan. Mana tugib bo'lgan bu degani. Qaranglar, bu safargi guldorini vaqtiga 2 kun tashlab 3-kun qilyapmiz. Baribir ham xuddi sveji gulday ba'zi birlari changlangan bo'lsa ham turibdi. Bu agar roziligiga bitta gulni 2 marta changlatsa, sirazi xunuk bo'lib qoladi mevasi. Sifati qochadi. O'sha sifati qochmasligi uchun biz mana shunday kraska qo'shib qilyapmiz. Ana masalan bu hozir, prямо hozir 1 minut avval qilingan narsa. Bu rovna 2 sutka qilingan avvalgi narsa. Buni определить qilishimiz, men masalan bilaman mana. Ko'tini qarayman, semirgan gulning orqa tomoni. Shundan sirazi bilaman. Yana bitta ikkinchi dalil bo'ladi, mana u kraska qo'shganimiz. Pishvoy kraska qo'shganimiz. Mana, o'sha agar bilmaykan oddiy ishchi bo'lsa masalan, shunday ko'radi, svej gul qilib ketaveradi. Kraskasini ko'rsa qilmaydi. Значит, o'tgan safar qilingan bu deydi. Tamam. Mana hozir qo'shilgani kraskasi svej turadi. 2-3 kun avval qilingani kraskasi mana quriganroq turadi. Shundan bilsa bo'ladiki, bu changlangan, ikkinchi marta qilmaydi. Xo'sh, bizlarda guldora qilish jarayoni ketyapti. Sekin ishchilarimiz qilyaptilar guldora. Bular bilan shogirdlarimiz bilan savol javobni boshlasak bo'ladi. Hormon, yaxshimisiz? Rahmat. Charchamayapsizlarmi, tinchsizlar? Yo'q, charchash yo'q. Bizlarning obunachilarimizga shu guldori bo'yicha bitta o'zingizning tavsiyangizni bersangiz. Tavsiyamiz hozirgi paytda juda chiroyli. Guldoriga rang qo'shganimizdan keyin yana ham changlatishimiz oson bo'ldi. Gullarini ajratib olishimiz oson bo'ldi. Chunki oldin ajratolmay qolganimizda bilmay sep qo'yatdik. Mana hozir yana bitta sepdingiz, xato qilib. Bunga avvalgi rangi bor edi. Sal pastroq edi. Avvalgi rangi bor edi va mana ko'ti qalin. Bu changlanganda yana adashib qildingiz. Xuddi shu narsa bo'lmasligi uchun rang qo'shyapmiz. Mana rang pangi yo'q, toza ochilgan gul. Gullarimiz 2 sutkadan keyin 3-sutkaga toza gul ochilib, juda ko'p uspet qilyapti, Juda ko'p guli ko'p. Gullari juda ko'p ochilyapti. Mana ajratib olishimiz uchun oson bo'lyapti. Bu yoqda 3 tasi oldin sepganimiz, bitta yangi ochilgan guli. Mana hozir. Mana bu yerda. Kraska bo'lmaganda buni qayta qilish mumkin edi. Hozir mana oddiy misol qilmay turing shuni. Mana o'tgan safar mana shu gul kraskasi bor mana. Bunisiga yo'q mana, bir donasiga. Shundan osonroq ajratib olyapmiz. Agar shu kraskasi bo'lmaganda bularni ham qilib ketish ehtimoli katta edi. O'sha uchun kraska qo'shinglar. Guldoriga adashish bo'lmaydi. Mevalar maksimalni chiroyli tutadi. Avvalgi agronomlarimiz guldorini masalan qanday sizlarga o'rgatgan? Bizga sepaverami o'rgatgandek qilib yo sepmaymi?
Yo'q, uni aytmayman, просто shuni bir ko'rsatib Bizga olmoqchi bo'ldim. oldingi agronomimiz bu gulini ushlaysizlar deb uzoqdan changli havoga o'xshatib parlab sepasizlar degan. Shuni hisobiga menimcha enis bo'lgan deb o'ylayman. Endi siz hozir Enes bo'lib o'rgatdingiz. ulgurmay, polni palak nima bo'ldi? Virus bo'ldi. Virus bo'ldi, qo'parib tashladi avvalgi hosil. Shuni bo'lgan. Endi Hozir biza ana bitta ushlayapmiz, ana polni alinki samsariq hamma guli. Ana bitta ushlayapmiz, bitta sepyapmiz. Tamom. Iloji boricha umuman barka o'suv nuqtaga tegdirmayapmiz. Nima uchunki qo'limizdagi narsa gulchang, erkak garmon bo'ladi. Gulni o'zini urg'uvchi o'sha changi bo'ladi. O'simlikka mos. Mana bergan qoldi mana. Mana qarang, u qolganini qayerdan bilasiz? Ikkalasi ham chiroyli bir xil gul, bir xil gul. Bittasi mana eski rangi bor, bunisi toza sariq turibdi. Buni ham qizil rang qilamiz, o'sha kelasi safar adashmaydi. Meyvalarimizni shakli mana. Yerlarimiz endi sal chekkaroq, sal xunukroq joylar bular. Mana sal qarovsiz sifat joy. Guldori changlashga asosiy nimaga e'tibor berish kerak? Shu savolga ham bitta javob bersangiz agar, sal balandroq qilib. Asosan guldorini changlatganimizda yaxshilab ochilganiga ahamiyat beryapmiz. Bir marta sepilgan gulimizga qaytib sepmaslikka ahamiyat beryapmiz. Uni bizga asosan ajratib olish uchun rang qo'shib berganingiz yaxshiroq bo'ldi. Chunki bir marta sepgan guldorimizga qaytib sepmayapmiz. Oldingisida shu orqasiga qarab ajratib olyotgandik. Boshida birinchi, ikkinchi gullariga. Shuni qilyotgandik. Unga ehtimol juda katta qayta qilish. Masalan, bitta o'sha guldorini bir marta sepdingizmi, ikkinchi marta sepsangiz meva brak bo'lishi mumkin. O'sha narsa bo'lmasligi uchun rozuiga mevani sifati, mevani shakli juda muhim. Ana shu bir marta sepganimizning o'zida meva juda chiroyli, o'sha eksport bo'lib, Moskva bo'lib bo'lyapti. Men sizlarga tayyor o'sha juda yaxshi changlangan mevalarimizni hozirgi o'sha shakllarini yozdagi qilgan haligilarimizni ko'rsatganmiz. Dehqonchiliklarimizni shaklini ko'rgansizlar. To'liq o'sha to maydalarigacha Moskvaga eksport bo'lyapti o'sha. 7lik, 8lik bo'lsa ham Moskvaga eksport bo'lyapti o'sha narsa. Shu videodan oldingi videoda biza shu guldorimizda nimani ishlatyapmiz? To'liq dozalar bilan aytib o'tganmiz. Rozi pomidorlarni o'sha guldor bilan qo'rqmay qilaversalar bo'ladi. Sortimiz Tivay 12 Rizvan 20 yillik sort bu. Butun Dog'istonda xuddi shu sortdan qilinadi. Endi ish jarayonlaringizdan sekinlashtirib, sal obunachilarimizga ham to'liq tushuntiring. Nimaga imенно o'sha gulga sepdingiz? Hozir bu oldingi safar sepilganimizda bu 3 ta gulga sepganmiz. Agar hozir yana bunga qayta sep qoladigan bo'lsak, buni ichidagi hosilga ziyon yetkazib qo'yamiz. Shuning uchun ajratib olishimizga sabab rang qo'shib berdingiz. Agar hozir bu rangni qo'shmaganimizda biz sezmay qolishimiz mumkin edi. Nima uchunki hammasi sveji ochilib turibdi, qaranglar. Bir xil rang sveji ochilib turibdi.
Mana shu eski qo'shilgan ranglaridan borligi uchun. borligi uchun Sevmadik. ularga sepmay faqat shunga Yangi, sepamiz. yangi ochilgan gulga sepdik. Ha, Mana bunda masalan. hozir mana bu yangi ochilgan gul. To'g'ri. Bunda rang pang yo'q. To'g'ri Buni- sariq. Bunga sepsa bo'ladi. Mana endi bularida bu 3 ta gulga sepganmiz. Mana ranglari bor. Mana bittasi Sifatli qilish shuni. ochildi. Mana. Mana ha, ana endi ko'rindi. Mana bularga oldin sepganmiz ranglari. Ozgina rangi bor ekan, ha? turibdi. Ha. Endi hozir bu ochilgan, bunga sepishimiz mumkin. Bularga ziyon yetmaydi shunda. Mana Bo'ldi. bo'ldi. Bulardan ham Bularda hammasida rang bor. bularda hammasida rang bor mana. Bularida mana. 2 donasiga. Mana, ha. Bularda mana oldin ikkita sepilgan, rangi ozmoz bor. Mana endi hozir biz bu ikkitasiga sepishimiz mumkin. Mana. Bulari mana bugungi yangi ochilgan gullarimiz. To'g'ri. Mana bag'ida to'liq ochilgan, yangi gul ochilmagan, bu oldingi eski qilingan gullar. Tamam, hammasi changlanib bo'lgan. Hammasi changlanib bo'lgan. Bu yerda bitta bor ekan, ikkita bor ekan. Tamam. Qolgan hammasi changlangan. Hammasi changlangan mana. Oldingi ranglar, mana hozir ochilgan ikkita 2 dona gulimiz. toza gulimiz. Bo'ldi. Xuddi shu tartibda biz ham yozda, ham qishda changlab kelamiz. Mevalari juda ham chiroyli. Mana shakllari. Tugish jarayoni. Bularga endi 6 kun bo'ldi-da. Ravon 6 kun bo'ldi changlanganiga. O'zman sizlarga endi bu yerlar sovuq joyimizda, temperatura past, sal rivojlanish sekin joyimiz. Hozir meva tuggan joylardan ham men sizlarga ko'rsataman. Mana bu yerlar u yerlardan ko'ra sal nisbatan mana mevalarni qaranglar, qanday chiroyli. Agar Pink Paradise'ga shunaqa shakl qilib bersanglarmi? Mana qaranglar. Bir xil taktika bilan olyapti. Pink Paradise'ga shunaqa shakl qilib bersanglar, bu degani tamom 8-9 dollar uchadigan tovarlar bo'ladi. Buni qarang. Shaklchasini. Bu shuncha narsa polni qo'lda changlanyapti. Suv ichadi berlaga. Mana shaklchasi. Nima kerak? O'sha Moskva nima xohlaydi? Qanaqa shakldagi pomidor xohlaydi? Shu yerda boramiz. Roziviga nima kerak imенно? Qaranglar buni. Iqshyaptimi? Xudo xolasa iqshyapti. Mana. Qarang. Biza bu yil xudo xolasa o'sha birinchi kisni mana shunday ko'p solgan bo'lsa ham 4 dona kalibrovka qilamiz, tamom. Birinchi kisni faqat. Qolganlarga tegmaymiz. Mana. Xullas. Mana shu ahvol bizlarda. Mana. Bu changlash bo'yicha videomuz. Qizilda ham qilsa bo'ladi. Xuddi shunaqa 100% changlash. Xuddi shu apelyenini mana birma-bir ko'rsatyapman, ko'ryapsizlar.
Mana uni shaklchasini qarang. Qalay? Qizilda ham qilsa bo'ladi shu apelyenni. Xullas, videomizni tanish dehqonlaringizga yaxshilab ulashib tarqatib boringlar. Bizlarni ham O'zbekistonimizga dehqonchilikda yaxshi bo'lishini juda xohlayman. Hammada yaxshi bo'lsin, qatoriga bizlarga ham. Keyingi videolarimizga ko'rishguncha. Bugungi chitomiz 15 fevral. 40 kun bo'lgan ekilganiga.